Biz eng birinchi ata-onalarimizga bo'lgan minezlerimiz o'ta ko'rkam bo'lishi kerak. Biz ayollerimizga bo'lgan minezimiz o'ta ko'rkam bo'lishi kerak. Qarang. Bir kun Umar ibn Xattob roziyallohu anhuga bir adam o'zining ayolidan arz qilish uchun keldi. Shuncha Umar ibn Xattob bilasizlar, val ashara mubashshara bil jannah. Umar jurgan yerda shayton jurmaydi bo'lgan. Umar jurgan yerda shayton jurmaydi bo'lgan. Qarang. Umar xalifa bo'lib turgan vaqtida qashqirlar qo'yga shappagan. Qarang Umarning darajasini. Tepten bir yerda o'ta ulkan bir tengiz var edi. Sol tengizga sol yerning adamlar aytdi, biz dedi har yili o'sganda bir adam tashlab turamiz dedi. Ol жаңағы to'lqin keladi, adamni olib ketadi, so'dan to'lqin bosiladi. So'nga ne deyistigan edi? Umar ibn Xattob, "Ey tengiz, Allohdan qo'rq" deb xat yozib berdi. To'lqin kelganda o'sin tashlanglar dedi. Sol to'lqin kelganda жаңағы qog'oz tashladi. Sol to'lqin hozirga sheen to'lqin qilinmaydi. To'lqin bo'lmaydi sol. Hozirga sheen. Sonda Umar ibn Xattob uyida o'tirsa, ana kishi arz qilib borsa, "Vahha, Umarning ayoli ham bor ekan. Umarni burishga qo'yib taqalatimi?" Dang'ilib Umar indamay o'tir. Ko'z oldingiz keltiringda. Ana qarata, "Bishara Umar, sening ashin ko'shadagin Umarning dedi, shu ketib borayotir edi. Eshikning siqillagan eshikka Umar qilichni olib yugurib chiqdi. Qarasa birov ketib boradi. "Hey, berkel" dedi. Ana birinchi Umardan qo'rqib kelgan bo'lsa, endi qo'rqmay bitib qaradi. "Berkel" dedi. "Keldi. Kimsing sen?" dedi. "Ayg'aqchisinba, o'g'risinba?" Bir tirlikmen kelgan, bo'l cheshildi o'tirlik dedi. İşga girdi. Ne oldu? Benim ayelim dedi, sonda bana mıyım diyecek. Kuniga mıyım diyecek de. Ajrasıp ketudon Xudaydan korkam. Ne derim bilmey. Yani sizge olsun aytayın işte kesem dedi. Sizin katınızın aldığında benim katım aynalayın eken dedi. Sonra Umar ibn Xattob güldü. Oturdu. Şirtede bağırım dedi. Bu ayelder biz üçün jaralgan. Bizden kança aramlarımızda adaldaydı. Bizge baldar tuğup beredi. Bizden kirimizni juvat. Bizden tamağımızda dayındaydı. Bizden buna bala-şağalarımızda vesilet, hizmet kıladı. Sol gözde bulardın nervni sisteması tarayıp ketedi. Sonda katı aşulanıp sol aşulanganda bizge bir-iki ağız söz söylese, sonu kötüre almasak, biz qanday erkekpiz dedi. Umar ibn Xattobning xulqin, minezin qarangizda, sonday vaqtda bizge aşulanıp, osunda bir söz söylese, sonu kötüre almasak, biz qanday erkekpiz dedi. Belki momo musulman bunu kötürü, men kötürmesem, bunun sözün kim kötüret dedi. Sonda жаңағы жігіт қайтадан тұрып, Umar ibn Xattobdan kechirim so'rab qaytib ketdi. Qay yerda bo'lsa Allohdan qo'rqing. Men xotinimni bir qarasam o'tirg'izib turg'izam dedi. Men aytam, sen bir qarama 100 qarab namoz o'qitchi deyimda. 100 qarab. 100 qaraganda o'l o'tirmay qo'ysin, turmay qo'ysin. Bir qaraganda boshdan o'ramal taratchi. Tartalmaydi, tartqizalmaydi, o'qitalmaydi. Onda erkekning o'rog'i kuyib ketgan hozir. Tamam? Onu uruğu soğumun bulmaydı onu. Belki körkem minezlilik beni. Karın. Momo Müslüman adam özünün körkem mineziminin elimde tanılgan. Körkem minezlilik bu momo Müslümanın en ülken sıfatı. O sıfatka iyi olmamız gerek.